Birinchidan, tana massa indeksi nimaligini bilib olishimiz kerak. Bu ko'rsatkich odam vaznini normal yoki yo'qligini bilishga yordam beradi. Agar odam tana massa indeksi 18,5 dan kam bo'lsa, u juda ham ozg'in hisoblanadi. 18,5 bilan 24,9 orasida bo'lsa normal vazn, 25 dan 29,9 gacha bo'lsa ortiqcha vazn, 30 dan 34,9 gacha semizlikni birinchi darajasi, 35 dan 39,9 gacha ikkinchi darajasi va 40 dan yuqori bo'lsa semizlikni uchinchi darajasi hisoblanadi. Tana massa indeksi qanaqa aniqlanadi? Juda ham oddiy. Shunchaki ayni damdagi vazningizni bo'yingizni kvadratiga bo'lasiz. Misol uchun, meni bo'yim 1,66 metr. 1,66 ning kvadrati, ya'ni o'zini o'ziga ko'paytirilgani 2,75. Hozirgi vesim bo'lsa 81 kilo. 81 ni 275 ga bo'lsam 29,4. Demak, mana hozir ortiqcha vaznim bor va agar yana ozgina semiradigan bo'lsam, semizlikni birinchi darajasiga o'tib ketishim mumkin.